Bezvazni shunday sepishdan oldin dekorativniy zonami, mebel orqa tomonigami birinchi sepib ko'rish kerak. Faklar qanaqa ochilyapti, balki davleniyani ko'tarish kerakdir. Biz ham hozir tekshirib ko'ramiz. Mana shagreni bir xil chiqqan. Agar shagreni o'rta tomoni ko'proq, ikki cheti kamroq bo'ladigan bo'lsa, sal davleniyani ko'tarasizlar, bir xilda sepadi. Imursi sepayotganda pistoletni to'g'ri ushlamaydi. Sepayotgan payt bunaqasi sepayotganda bunaqasiga misol uchun. Bunaqasiga bo'lsa, sal yotqizib bunaqasi. Keyin boshlanganda pramoy devordan boshlanmaydi. Yo'q, chunki mana bunaqa shagreni yirik bo'lib qoladi. Havodan boshlanadi. Tugayotganda ham oxirida yoyib, keyin yana boshlanadi. Misol uchun joyida kelib tirsini to'xtatib bunaqa ketilmaydi. Har bitta uzayotganda havodan boshlanib, havodan uzilib shunaqa ulanadi. Bo'lmasa o'sha joyi shagreni ko'p yoki oqib qolish ehtimoli bo'ladi.